Nimaga ko'l sehrlangan? To'satdan qoqilib ketdi va damlama ko'lga tushib ketdi. Bir fuqaro qaror qildi ko'lni tubiga suzishga va tiqinni olib tashlashga. Men hammasi tugagunicha Fortnite o'ynab kelaman. Fortnite o'ynamay 4-fuqaro qaytib keling. Bu men 5-fuqaro. Nima? Senga ruxsat yo'q-ku. Tezkor yangiliklar. Gigant Creeper paydo bo'ldi va bizani fuqarolarimiz hayotiga tahdid solyapti. Voqea joyida 9-fuqaro. Rahmat 5-fuqaro. Men Gigant Creeper to'g'risidagi qoyadaman. U churvaqalarni chorlaganga o'xshaydi. Bu yana yomon yangilik emas. Gigant Creeper portlash kuchi 100 mingta TNT portlash kuchiga teng. Diqqat! Agar bu Creeper portlab ketib qolsa, bu dunyoning oxiri bo'ladi. U qishloq tarafga qarab turibdi. Ota, ko'chib ketishimiz kerakmi? Ota? Ota? Qoch o'g'lim. Biz gaplashganimizda harbiylarni tayyorlayapmiz. Lekin damlamasiz bu vaqtni behuda ketkazishi mumkin. Lekin bizda damlama bor. Hech kim ko'rmagan edi. Voy, oshna. Ya, yo'qol, tegma menga. Askarlar, eshtinglar. Bu o'sha damlama. Buni bittanglar olishinglar kerak. Gigant Creeperga chiqib, buni Creeper og'ziga qo'y va dunyoni qutqarib qol. Qo'yganinglar Creeperlarning armiyasini chalg'itib turasizlar. Kim buni qilmoqchi? Oldinga chiqsan. Nima bo'ldi? Barakalla askar. Mana damlama va unutma, dunyoning taqdiri seni qo'lingga bog'liq. O'lib ketmaysan degan umiddaman. Yaxshi, qani ketdi? Qani olg'a, olg'a, olg'a. Biz uni orasidan o'tolmaymiz, ular juda ham ko'p. Buni menga qo'yib ber. 4-fuqaro u Fortnite'dan qaytib keldi. Xo'sh, bu 4-fuqaroni keyingi ko'rinishi uchun keyingi safar ko'rishguncha. 4-fuqaro emas. Yo'q, damlama. U yo'q bo'lib ketdi. Endi nima qilamiz?
xo'sh, qara bu kim ekan? Kimsan? Sen bilan hech qachon ko'rishmaganmiz. Ha, shunaqa. Senda yana damlama bormi? Buni xohlaysanmi? Lekin buni ololmaysan, bu oxirgisi. Iltimos. Nima xohlaysan? Ozod bo'lish xohlayman. Uyam. Salom. Men 2013-yildan beri mana shu odamman. Senda yana damlama bormi? To'xta, u yana axlatib o'tdimi? Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Damlamani olishga bizga boshqa odam kerak. Lekin bizning oxirgi imkonimiz. Bu safar qilolmasa biz halok bo'lib ketamiz. Bizga biror ishonchli odam kerak. Biz ishona oladigan kimdir? Super qahramonchi. Yo, u buni xohlamaydi. Qayerdan bilasan xohlamasligini? Shunchaki bilaman. Bundan tashqari, u band kitob tarqatyapti. Biz uni o'qishimiz kerak. U juda ham yaxshi. Ucha. Fuqaro jang maydonidan xabar beryapti. Men bu dunyoni saqlab qolish uchun tanlanib oldim. Sen buni qila olasan, 9-fuqaro. Men senga ishonaman. Keyinroq eslashim uchun buni hozir aytyapman. Daladan sizlarni jo'natinglar. Qani olg'a. Deyarli yetib keldik. Ho'san, sen bilamiding? Men vertolyotman. Menam vertolyotman. Bilaman, sen vertolyotsan. Sizlar hammanglar vertolyotlar. Hammamiz emas. Nima? Hammamiz emas. U qishlog'imizga juda yaqin. Biz uni orqaga itarishimiz kerak. Artilleriya. Nima? Yo'q. Komandir, nimaga bunaqa qildingiz? Mana eshtinglar, yengillanish bo'lyapti. Bizda yangi kiyimlar bo'ladi, arilar ham. Men keyinroq qaytaman. 9-fuqaro, sen buni qila olasan. Men senga ishonaman. Buni keyinroq eslashim uchun hozir buni aytyapman.
Bunaqa dahshat voqealarni qanaqasiga tasavvur qila oldim. Yaxshiyamki buni bittasi ham yuz bermadi. U hali ham tepada. Ha, sen uddalading 9-fuqaro. U albatta uddaladi. Bunda ham hamma kabi. O'yinning oxirgi qismida tirik qolish uchun kuchi bor. Mani ishonchim komil emas. U qani? 9-fuqaro. Qani u? 9-fuqaro. Ehtimol sen juda ham yosh eding. Lekin 9-fuqaro dunyoni saqlab qoldi. U kech sodir bo'ldi. U bu jangda ajdaho minib, yo'lidagi hamma narsani yoqib yuborish orqali amalga oshirdi. Buni qilayotganda u oldingi holatiga e'tibor ham qilmadi. Yo'q, uni qilmadi. Yo'q, sen haqsan, buni qilmadi. Bu jinnilik bo'lardi. 9-fuqaro qolganlarga o'xshamasdi. U butunlay yagona edi. Uning gapirishi, uni qarashi, hammasi boshqacha. U zo'rlardan biri edi. U deyarli qahramonning o'zi edi. Ishonchim komil. U muhim narsani amalga oshirdi va u juda ham jasur edi. Kim bo'lsa ham ketdi uyga. Hamma yoqda gigant bobli bo'lganini esla olasanmi? Nima bo'lgan bo'lsa ham baba. Ular hali ham bu yoqda. Biz uni to'g'rilamadik. Keyingi videoga g'oyami bu? Yo'q, ehtimol. Bu qishloq yangiliklarni ushbu qismi uchun edi. Va biz 84-fuqaroga hurmat sifatida ijro etamiz. U bechora fuqaroni gigant quyon bosib ketganda eshitayotgan qo'shig'i edi. Zavqlaning. Oyo, kanalimga obuna bo'lmagansan, obuna bo'l. Nozlanmasdan obuna bo'lib qo'ysang, keyingi qismlarni bemalol ko'ra olasan. Plus. And how this guy wants to know where his wood is, and other things about wood. It's a shame. So, here's some puppets.